Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan Telegram kanalimizda o'tadigan mock geometrik test tahlil ko'rib chiqamiz va test faylini kommentariy bo'limidan yoki Telegram kanalimiz orqali topishingiz mumkin. Demak, 36 dan boshlaymiz. Buni qilyapti yana 36 teng nima ekan? X plus 1 x plus 2 barobar cheganda shu tenglamashni berishimiz kerak ekan. Ikkitasini ko'paytirib olardik-ku, to'g'rimi? Bir xil bo'lib qolishi kerakmidi? Qaysi bilan qaysini ko'paytiramiz? 1 bilan 3 ko'paytirsa bo'ladi. 2 bilan 4 ko'paytiramiz. 1 bilan 3 ko'paytirsam qanday? X ning kvadrati plus x qoladimi? 2 bilan 4 ko'paytiringlar. X ning kvadrati plus x minus 2 qoladimi? Shu teng ekan. Endi bittasini birlash kiritamiz. Misol uchun buni deylik. Bu nima bo'ladi endi? A minus 2 bo'lib qoladi. A kare A minus 2 barobar 3 ga teng ekan. Qani A kvadrat minus 2A minus 3 teng 0 chiqyaptimi? Bu A minus 3 A plus 1 deganimi? Shunda bittasini chiqargan. 3 ikkinchisi minus 1 ekanda. Endi birlash kiritamiz, ketib qo'yamiz. Teng 3 x kvadrat qo'shilgan x barobar minus 1 ekan. Buni ishlab ko'raylik. Birinchi qaydan nima chiqadi? X kvadrat plus 2x plus 1 barobar 0. Buni diskriminantni hisoblasam, manfiy son chiqyaptimi? Demak, yechim yo'q degan. Bundan nimalar toping degan o'zi? Nechta haqiqiylizga egalik? Ikkita chiqadimi bundan? B'sida tenglamamizda ko'paytmasini toping debdi-da. B dan minus 3 chiqadi. Haqiqiy demay 4 ta chiqadi. Ko'paytmasi ham bundan minus 3, bundan 1 chiqadi. Hammasini ko'paytirishdan kerak. 37. Mana sinus 7x deyapti. Plus cosinus kvadrat 2x barobar sinus kvadrat 2x ekan. Plus sinus x. Nima qilamiz buni? Ammo shu nima qiling? Bir tomon o'tkazsanglar, to'g'rimi? Mana sinus 7x minus sinus x bo'ladimi? Plus qanday? Cosinus kvadrat 2x minus sinus kvadrat 2x. Teng 0. Bu cosinus 4x deb beradi. Bu ayirmadan ko'paytirmani yutib olish kerak. 2 sinus ayirib 2 bo'linglar. 3x cosinus 4x plus cosinus 4x bo'ladimi? Teng 0 ekan. Cosinus 4x chiqarib olamiz. 2 ta sinus 3x plus 1 barobar 0 qoladimi? Shunda qana bittasi cosinus 4x ning 0 ekan, ikkinchisi minus 1 taqsim 2 da, to'g'rimi? Endi nimalar toping degan bo'ldi sizlarga. Xo'p, tenglamani eng kichik musbat ildizini toping debdi. Bundan bu tenglamani ishlaymiz qana 4x barobar qachon 0 ga teng edi? 2 taqsim 2 plus teng. Shuni x topsam pi taqsim 8 qo'shilgan pi taqsim 4 bo'ladi. Endi bu tomondan topamiz qana. Minus 1 de manfiy son bo'lgani uchun n plus 1 bo'lardi va pi taqsim 6 plus pi bo'ladimi? X topsangchi minus 1 de n plus 1-chi pi taqsim 18 plus pi taqsim bo'lyaptimi? Nimani topish kerak edi? Tenglamaning eng kichik musbat ildizini toping debdi. Bundan necha eng kichigi? Pi taqsim 8 chiqargan. Bundan endi uni 0 bersam minusdan chiqib qolar ekan-da, to'g'rimi? 0 bersam. O'shancha 1 berasizlar. 1 bersalar qaynat. Mana pi taqsim 18 bo'ladimi? Plus bunisi pi taqsim 3 bo'lib qoladi. Buni hisoblab qo'yinglarchi, bu 6 bo'lyapti ekan. 7 pi taqsim 18 chiqyaptimi? Bundan eng kichikasi. Endi bu kichikroqmi, bu kichikroqmi? Bu kichikda, to'g'rimi? Demak, eng kichikasi degan uchun A javobga pi taqsim 8 olasiz, A varianti. B shartida qanday nima deyapti? B shartida. 0 pi oralig'ida deyapti, nechta ildizi bor debdi. Nechta ildizi bor debdi. Shunda mana bunga qiymat berib olish kerak, to'g'rimi? Birinchisini chiqamiz. 0 qo'yinglar. Pi taqsim 8 chiqadi, to'g'rimi? 1 qo'ysam yechimmi? To 4 ga borganlarcha yechim bo'ladi. Nimaga? Chunki 4 pi taqsim 4 pi ni beradi, to'g'rimi? 2 ham yechim, 3 ham yechim. 4 tekshirib qo'yinglar qaynab. Pi plus pi taqsim 8 oshib ketdi o'zi. Shunda bundan 4 ta bo'ldi. Endi bu tomonni tekshirib ko'rish kerak. Bu tomonni nechaga boramiz? 3 gacha boramizmi? 3 ni tekshirib ko'ramiz. Mana 0, 1, 2,
3 tekshirib ko'rish kerak. Mana pi bu -1da 4-si musbat bo'lib qolyapti. Shunda pi plus pi taqsim 8 3 bo'lmas ekanda, to'g'rimi? Shunda nechta chiqar ekan? 7 tami? Qaysi 2? 2 yechim bo'ladi. Nima qilsa? Yo, bu endi uni son qo'yib ko'radi. Xohlagan soch qo'yarasiz yo'q. Bu yerda chiqadigan qiymatlar qiziq. Yo'q, bu yerda 3 qo'ygansiz boshqa javob chiqarib beradi. Bu yerga 3 qo'ysangiz boshqa javob chiqaradi. Ikkilasi. 2 ham chiqib qolishi mumkinmi? 2 pi taqsim 3. Yo'q, 2 yechimi, to'g'rimi? 0 ham yechim, 1 ham yechim. Bundachi. Bunda ham shunaqa. 0 1 2 3. Yechsa chiqib qoldimi hozir? Qaysi 3 turgimi? Bundami? Yo'q, uni olaverasan, ha? Qiymat qaysidan? Yo'q, chiqadi. 64. Qayerga xato ketib qoldik hozir? 0 ni olganimizda yechim bo'lmaydi, ustoz. Qaysi birda? Ikkinchisida. Minus pi taqsim 8 bo'lib qoladi. Ha, dada. Qani. Mana nom qolgan paytimizda -1da birinchisi bo'ladi, to'g'rimi? Manfidan chiqib qoladi. Ya'ni -pi taqsim 8 chiqar ekan. Shunda 0 ni olmasligimiz kerak ekan. Bundan 4 ta, bundan 2 ta. Shunda 6 ta bo'lar ekan. Demak, Asiga javob pi taqsim 8, B'siga 6 ta bo'lar ekan. Qani. ABC uchburchak bor ekanda. Mana 8 ekan, bu tomon 6 ga teng ekan. Bitta shuni kesma tushiryapti mana bu yerdan. Bu tomon 4 ga, bu tomon 3 ga teng ekan. Shu tushgan kesma uzunligini topib bering debdi. 5 stresa bo'lib qolgan matrik. Qani. O'zi 4 ga nimadan chiqadi, to'g'rimi? Lekin undan ham oson qolyapti hozir. Nimaga? 8 ni 4 ga nisbati 6 ni 3 ga nisbati teng bo'lib qolyapti. U degani tushayotgan x qismi 5 stresa degan. 5 stresa ham topardik, x barobar ilzosida 8 kere 6 dan 4 kere 3 ayiramiz. 48 dan 12 yansalaring 36 dan 6 chiqadi, to'g'rimi? Ikkinchi shartini nimani toping deyapti. B desa 3 burchak yuzasini topib bering debdi. Mana bu demadi. B desa 3 burchak yuzasini topish kerak ekan. Buni geronini topib qo'yinglarmi? Buni 6 chiqdimi? Keyingi olib qilgan balandlikni topinglarmi? Bo'ladi. Mana 6 desam, balandlik tushirib olsaydi shu yerga 3 taqsim 2 o'tishadimi? H topadigan bo'lsa qani mana? H ning inkorati plyusdan 9 taqsim 4 36 ga tengmi? 144 9 ayinglar. 135 taqsim 4 ekan. Shu yerda H topsam 315 mi? Taqsim 2 ekan, to'g'rimi? Buni 100 dan topamiz. S barobar. Asl qancha? 3 mi? 3 ga ko'paytiramiz 315 taqsim 2 ni. Uni yana bo'lamiz 2 ga. 915 taqsim 4 ekan. B'siga javob. Demak, masalan shu katta uchburchak yuzini topganda ham shu balandlik shu uchburchakka ham barobar. ha, xuddi shunaqa. Bir xil bo'ladi. A'siga javob 6 bo'ldi, B'siga javobchi 9 15 taqsim 4 ekan. 39 oldin ham ishlaganmidik? Qani bunaqa bo'lyapti ekan, mana. To'g'ri burchak uchburchakka ana chizilyapti. A, B, C ga teng ekan. O'rtasiga mana bu yer I nuqta, beshtirsilar kesishgan nuqta ekanda. Shu bu tomonga unib tushyapti mana. Qancha edi? 8 gami? Bu tomon 602. Shunda men x tomonni topib bering debdi. Bizdachi C B uzunligini topish kerak ekan. C E B burchak topib. Bo'ldi, oson ekan, to'g'rimi? Qani. Mana I nuqtada mana bu yer I nuqta deyapti-yu. 135. Da, ichkisiga markaz bo'lgandan keyin beshtirsilar kesishgan nuqta bo'ladi. Shunda bu ham alfa, bu alfa bo'lsa, buchi beta bo'ladi. Shunda ikkita alfaga ikkita betadan qo'shsang ne chiqadi? 90 gradus. Alfa plus beta 45 ekan, to'g'rimi?
Mana alfa bilan betani qo'shsang 45 bo'lsa, bu yerga qancha qoladi? 135 kiradi, to'g'rimi? Ya'ni aslida u shu joyni so'ragan. A variantida. Burchak B x ni so'ragan. 135 kiradi ekan. A B'sidachi x topish kerak-ku, to'g'rimi? Kosinusda teramiz. X ning kvadrati barobar 8 ning kvadrati plus 6 + 2 ning kvadrati minus 2 kere 8 kere 6 + 2 kosinus necha bo'ladi? 135 kiradi. 64 72 minus bu plus bu ko'tarma keyin 2 kere 8 16 96 qoladi endi. Shuni hisoblanglar. 232. Shuni oxirida tushirib qo'ysam 2 o'zosida 58 qolgan. Demak, B'siga javob 2 o'zosida 58 ekan. Tushundinglarmi? Qani, 40 ta nima bo'lyapti? Mana ABC uchburchak berilgan ekan. Qani, ABC uchburchak. Mana AD. Bu yoqdachi B. Bu bo'lgan yuzar S ekan, bu tomonchi 5 ekan. Nisbatlar bor ekan qani. 3 ga 2 ga n ga 2. Nimani topishimiz kerak shartida? Is ABO uchburchak yuzasini topib beraylik. U uchun qala mana OY bilan OB ni nisbat kerak-da, to'g'rimi? Bitta minimum teoremasini chiqarimi? So'chib men birdan olib olsam qani. OY ni OB ga nisbati ko'paytirilgan qani. 2 endi n ga nisbati ko'paytirib umumiy 5 gani uchburchak tashqarisidagi qismi 3 ga nisbatini chiqadi. 1 chiqadi. Tushundingmi? Qani bu yerda nlar qisqaradimi? Kalar ham qisqaradi. Shunda mana OY taqsim OB ni topadigan bo'lsak, 3 taqsim 10 chiqargan. Shunga, ya'ni bu tomon 3x bo'lgan bo'lsa, bu tomon qancha bo'lgan? 10x. Shunda mana s da 10x ga nisbati 5 da 3x ga nisbati teng. Uchburchak nisbatlari s taqsim 12 barobar 5 taqsim 3x. X dagi javobmi? 3x barobar 50 ekan. Shu yerdan s topsalaring 50 taqsim 3 ekan. A siga javob. Tushundinglar-a? A B S nimani toping deyapti? A B S uchburchak yuzasini topib bering. Da mana A B Y ni topsak bo'ladimi? Mana S A B Y ni topsam 5 ga qo'shasizlar 50 taqsim 3 da. Shuni chiqadi. 65 taqsim 3 ekan. Qani, bu tomon 65 taqsim 3 bo'lsa, bu tomonga nisbat qilamiz yana. Bular unaqa qilsam. Mana 65 taqsim 3 ni 3 ga nisbati teng deysizlar. Umumiy uchburchak yuzasi ABC ni 5 ga nisbatiga. S ABC taqsim 5 ga. Bu yerdan kala qisqarsa S ABC barobar 5 kere 65 taqsim 9 bo'ladimi? 325 taqsim 9 ekan. Demak, A-siga javob bo'ldi 65 taqsim 3. 50 taqsim 3 bo'ladimi? 50 taqsim 3 da. B-sigacha 325 taqsim 9 bo'ladi. To'g'ri bo'ladimi? 41. 41 ham oson formulalar ekan. Alanaga tashqarida bitta P nuqtadan P urinma o'tibdi. Keyin mana bu yerdan B nuqta, bu yerdan C nuqta ekan. D nuqta Y nuqta bo'lyapti ekan qanday bo'ldi? Nima beryapti bizga? Mana bu tomon x ga tengmi? Bu tomon 4 ga teng, bu tomonchi y ga teng. Bu yerchi 3, bu yerchi 9 ekan. Nimalar topish kerak? A-sida x toping debdi, B-sida y toping deb degan. Qani? Mana x urinmayu, to'g'rimi? X kvadrat nima deydi bular? 3 kere 3 plus 9 ga 12, 36 bo'ladigan bo'lsa, x teng 6 chiqargan. Bu A variantda so'ralgan. B-sida y topish kerakmidi? Mana qani? 4 da
y plus 4 ga ko'paytirsam x kvadratga teng bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni 36 ga. Shu yerda y plus 4 barobar 9 ekan, y chi 5 chiqargan. B'siga javob 5 bo'ldi. A'siga javob 6, B'siga 5. Qaylar? Buni ifoda beryapti. 5 plus 2 ta kosinus alfa taqsim deyapti. 4 plus 3 ta kosinus beta. Plus deyapti 12 taqsim mana tangens kvadrat gamma plus kotangens kvadrat gamma ekan. Shu ifoda deyapti, eng katta qiymatga erishish uchun deyapti. Mana alfa, beta, gammalar qanaqa qiymat qabul qilish kerak deyapti. Hali eng katta qiymatga erishish uchun de short nima bo'lishi kerak? Eng kattasi bo'lishi kerak. Eng kattasi necha? 1 bo'ladi, to'g'rimi? Shunda alfa necha bo'lgan? 0 ga rasmi, to'g'rimi? Alfa 0 ni bildik. Qani makhraj eng kichkina bo'lishi kerakmi? U uchun beta necha bo'lishi kerak? -1 bo'lishi kerak. Kosinus beta -1 ga qachon teng edi? Pi dedik, to'g'rimi? Shunda beta pi chiqargan mana. Endi qani mana. Buni ham makhraj nima bo'lishi kerak? Eng kichkina bo'lishi kerak, to'g'rimi? Bir bilan qanday bilyapmiz? Qani mana, haligi qo'shma tengsizlik bordi. A plus B nima bo'lardi? Katta yoki teng bo'lardi. 2 yuzosida A bilan tangens kvadrat pi kotangens kvadrat pi. Shunda eng kichik qiymat 2 ekanda, to'g'rimi? 2 bo'lsa ikkalasi ham 1 dan bo'lsa. Shunda 45 gradus bo'ladi. Fi'ni topadigan bo'lsam, pi taqsim 4 ekan. A shartida shular qo'shib bering deganmidi? Alfa plus beta plus gamma barobar 0 plus pi taqsim 4. 5 pi taqsim 4 chiqargan. B'sini nima so'ragan? O'sha eng katta qiymat o'zi nima? Shuni so'raganmidi? Shunda bu qani 5 plus 2 bo'ldi, to'g'rimi? Makhrajchi 4 minus 3 bo'ldi. 12 taqsim 2 bo'ldi. 7 plus 6 bo'lib qolar. Ya'ni 13 ekan eng kichkina. Eng kattasi. 43. Kattalar 12 va 16 ga teng bo'lgan to'g'ri burchak uchcha gipotenuza atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan jism hajmini topib bering. Mana 12 16 ga teng bo'lgan to'g'ri burchak uchcha belgilangan ekanda. Shuni deyapti bo'lar. Shuni mana gipotenuza atrofida aylantirsalaring qanaqa shakl hosil qiladi? Ikkita konus bo'lib qoladi, to'g'rimi? Mana o'sha konuslarda deyapti, hajmlarni topib bering deyapti. Endi qani sizlarga mana bu kerakmi? Radius faslasini o'taylik, to'g'rimi? 12 16 bo'lsa, umumiy uzunlik qancha bo'ladi? 20. Radius necha bo'ladi o'shanda? Mana da 12 ga 16 ni ko'paytirib 20 ga bo'lasa 9.6 chiqadimi? Hajmchi 1 taqsim 3 pi r kvadrat. Buni bittasini h1 deb qo'yinglar, ikkinchisi h2. h1 o'sha chiqadi qoldim. Mana formasi. Umumiy formasi chiqib qoldimi? Yaxshi. Mana bundan kelib chiqqanda barobar bu ham. Oxirida formasi qo'ygan ekan, to'g'rimi? Mana bittasi h1 bo'ldi balandligi, ikkinchisi h2 chiqildi. O'shanda mana 1 taqsim 3 pi kvadrat chiqarib olsam, h1 plus h2 qoladimi? Bu 20 ga tengda, to'g'rimi? Gipotenuzani beradi. 1 taqsim 3. Pi ni 3 deb oling deganmi yo pi da chiqarganmi javob? Pi dan. Radius kvadrat necha bo'ladi o'shanda? Bu 48 taqsim 5 deganimi? Shundan mana qarang. 48 ni kvadrat taqsim 25 kara 20. Hisoblaganlar bormi shuni? Nechta oxirgi javob? 372 372 pi taqsim 5 chiqadi. 3072 mi? Ha. 3072 pi ekan. Bu A'siga javob. B'sini nimani toping deyapti? To'la sirtini. To'la sirt formasi qanaqa edi? 2 pi r hmidi? Bunda qayerda bunday aylantirganlarni sizlar asos bo'lmaydi, to'g'rimi? Faqat yon sirti bo'ladi, to'g'rimi? Mana L1 desam, mana buni L2 desam. Pi r L midi formasi? Uchun hammasini topish kerak ekan, to'g'rimi?
Bu ham 12 ga teng-ku, to'g'rimi? Bunisi 16 ga teng. Shunda S to'la barobar mana pi radius L1 qo'shilgan pi radius L2. Mana pi radius nechaga teng? 48 taqsim 5. L1 plus L2. 12 ga 16 ni qo'shinglar. 48 pi taqsim 5 ga 28 ko'paytiringlar-chi. Necha chiqadi o'shanda? Oxiri 4 li chiqargan. 1344 pi taqsim 5 ekan. Tushundinglarmi? 44 bolalar nima deyapti? Kichik konus berilgan ekan, kichik asosining radiusi va balandligi 4 ekan. Kichik asosining radiusi ham 4 ekan, shunda balandligi ham 4 ekanda, to'g'rimi? Katta asosining radiusi 7 ga teng. Kichik konus to'la sirtini topib bering debdi. Kichik konus to'la sirti o'z tayyor formulasi, to'g'rimi? Mana kichik konus deydigan bo'lsak, asosining radiusi 7 ga teng ekan, buni asosining radiusi 4 ga teng ekan. Balandlikchi bu ham 4. Is to'la sirt formulasi bor, to'g'rimi? Qanaqa edi? Mana bunaqa edi, to'g'rimi? P r kvadrat plus kichkina r kvadrat, to'g'rimi? Asoslar yuzidan yig'indisida qo'shilgan PL r plus r edi. O'sha forma edi, to'g'rimi? Faqat bizga nima yo'q? L yo'qda, bitta o'sha muammoda qaynab. O'chimni balandni ko'rib olasan men birga, mana. Bu baland qancha? Bu yerga qancha qoladi? Bu tomonga buni tortsam 7, bu yoqqa tortsam 4. 14 dan 8 ga 2 bo'linglar. 3 tushadimi? 4 3 bo'lsa bu tomonga 5 ekan. Bo'ldi. Pi 49 plus 9 bo'ladimi? Pi 5 7 plus 4. 58 pi bo'ladimi? 11 55 pi bo'lar ekan. Qo'shsam ne chiqadi? 113 pi emasmi? Nimaga? Kichik konus to'la sirtini toping. 7 ga 4 mana 3 kvadrat, 4 kvadrat 16 dan. Endi qo'shinglar 49 ga 16 ni 65 bo'lar ekan mana bu. Buni qo'shsam 120 pi chiqadimi? 120 pi. Kichik konus hajmini toping deb bilsada. Qanaqa edi? 1 taqsim 3 pi h r kvadrat plus kichkina r kvadrat plus r degan formula bor, to'g'rimi? Ikkita tayyor formulalar ekanda. Mana 1 taqsim 3 pi balandlik 4 ga teng. 7 ni kvadrat 49 plus 16 plus 28 bo'ladimi? Mana 4 pi taqsim 3. Qo'shinglar 65 28 qo'shinglar 93 bo'ladimi? 93. 31 qolsa 124 pi bo'lar ekan. Basiga. Demak, A siga necha bo'ldi? 120 pi, Basiga 124 pi bo'ldi. 45. 45. Oktadirning qirrasi 12 ga teng ekan. Oktadir yodlab oldik o'zi, to'g'rimi? Oktadir to'la sirtini topib bering debdi. asosiy kvadratdan iborat. Bu tomon ham aka tengmi? Hamma tomon A bo'ladi, to'g'rimi? Mana bunaqa, bunaqa bo'ladi. Qanaqa? Oktadir hamma nimaligini bilamiz, mana yon-yoqlari muntazam uchburchakdan bo'ladi, asosi o'rtada kvadrat bor. Bu ko'rinmaydi ichkarida qolgan lekin. Oktadir to'la sirtini topib bering debdi. 8 ta uchburchak bo'ladi mana. Tepada 4 ta, pastda 4 ta, o'rtada hech bo'lmaydi, tushunarlimi? Shu bittasini topib olsalaring. Ildiz 3 a kvadrat taqsim 4 ga tengmi? Shunda mana s to'la sirti 8 ta s ga tengda. 8 ta ildiz 3 a kvadrat taqsim 4. 2 ildiz 3 a kvadrat bo'ladimi? 2 ildiz 3 144. 288 ildiz 3 ekan. Bu asad. B shartini nimani toping? Hajm toping. Hajm uchun balandlik kerakmi bizga? Hop, mana buni qilsak. Bu nima deydi bular? A bo'lsa ildiz 2 ga bo'lardi, to'g'rimi? O'shani yarmi bo'ladi. Bu balandlik tushsa mana h. Pi qilamiz, to'g'rimi?
h kvadrat plus a kvadrat taqsim 2. A kvadrat chiqadimi? H kvadrat barobar a kvadrat taqsim 2 qoladi yana. H hisob qo'ysam a taqsim uzoq 2. Shuniga shunday qilib mana v barobar piramida adimiz 1 taqsim 3 bo'ladi, to'g'rimi? Shuni ikkita bo'lgani uchun 2 taqsim 3. S asos a kvadrat, balandlik nima chiqdi? A taqsim ildizosi 2. Shunda bu bilan muxtasarsa ildizosi 2 a kub taqsim 3 qoladimi? Ildizosi 2 taqsim 3 a ni kubi 144 kere 12 bo'ladi. 4 576 bo'ladimi? 576 ildizosi 2 marta katta ekanda. Ha, ildizosi 2 da. Demak, B ga javob 576 ildizosi 2 ekan. Tushundinglarmi? Savol yo'qmi hech kimda? Yaxshi, rahmat hammaga.